hechqisi yo'q, Xo'tikjon. Sabr qil. Shaharda tarvuzlarni sotganimizdan keyin boyib ketamiz. Qarzlarimni to'layman, uy quraman. Qishloqdagi eng go'zal qizga uylanaman. Qarabsanki, kam ko'zsiz yashaymiz. Muttaham. O'ri yaramaslar. Bizni ochlikdan o'ldirmoqchimisizlar? Boshlaringni tanalaringdan judo qilamiz. So'ygur etamiz. Ishtiga qo'yamiz. Yo'qol! Yo'qol dedim! Yo'qollaring ko'zimdan! Qubag'aylar! Hech kim bizni yaxshi ko'rmaydi. Bizga rahmi kelmaydi. Yegulikka hech vaqoimiz bo'lmasa, qanday kunga qoldik? Kep qoling tarvuzga, tarvuzdan olib qoling. Shirin shahar, qandu asal tarvuz. Pulingiz o'zingiz bilan ketadi. Kep qoling musulmonlar, tarvuzdan olib qoling. Yeganlar darmonda, yemaganlar armonda. Armonda qolmang. Ular misli parivash po'sasidek shirin, hayot baxsh. Tarvuz, 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 tarvuz. Oy, kim bor? Qoshimizga vazir a'zamni chaqiring. Men shu yerdaman. Olam panoh nima buyuradilar? Oynadan qarachi. Vazir a'zam. Ana o'sha shirin shakar tarvuzlar qancha turishi mumkin? Tanovvul qilmoqchimiz. Menimcha 100 tillo, 100 tillodan kam bo'lmasa kerak, hukmdorim. 100 tillo? Shunaqa qimmatmi? Tez bo'l. Hozirroq tarvuzlarni bizga keltir. Bajaramiz. 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 Albatta bajaramiz. Podshohimiz xo'p ovsarda. Bu pullarga butun saltanatdagi tarvuzlarni sotib olsa bo'ladi-yu. Bu eshak miya yegan shoxi bir boplamaymanmi, ha? Kelvers. Vazir a'zamni birinchi yordamchisini yonimizga chorlang. Olam panohni vazir a'zamlari nima istaydilar? Podshoh olamni vazir a'zamlari sen ahmoni mana u pullarni olib saroy darvozasi oldidagi boyvachchadan uni tarvuzlarini sotib olish sharafiga muyassar etmoqchi. Bilib qo'y, agar pulni qora chaqasiga tegadigan bo'lsang, ko'rajonim muttaham. Xudo asrasin, vazir a'zam janob. Endi omadim keldi. Vazir a'zam qip-qizil ahmoqda. Bu pullarga saltanatdagi tarvuzlar yarmini sotib olsa bo'ladi. Bosh oshpazni chaqiring. Kim chiqibdi? Vazir a'zamning birinchi yordamchilarimi? Gapimga quloq
iltimos. Agar mana bu pullarni olib, ana bu boyvachon tarvuzlarini olampanaqqa sotib olib bermasang, jallodga yem bo'lasan. Tushundingmi? Amringiz bosh ustiga vazir janoblari. Lekin bilib qo'y, pulni qora chaqasiga tegsang, o'ldirgaylar. Xo'p, bajaramiz. Yomon ko'zingdan. Voy, mazali a. Boyga balo urarmidi? Yasovul boshi. Qulog'im sizda. Ikkala qulog'i bilan eshitib ol. Olampanoh ana bu boyvachining tarvuzlarini sotib olishga amr berdilar. Gapimni tushundingmi? Amirlari bosh ustiga. Allah, bu ahmoqqa pul beradigan anoyi yo'q. Qop go'rsoqlarni topsan. Shirin, hayot baxsh tarvuzlar. Yeganlar darmonda yemaganlar. Yasovullar, men ortimda. Tarvuzdan olib qoling. Bu yerda tarvuz sotishga kim ruxsat berdi? Kim ruxsat berdi deb so'rayapman. Bu yer bozor emas, podshohlik xiyoboni. Tushundingmi, yalangoyoq? Bu avom o'z boshimga bo'lib ketibdi. Xiyobonda bozor qilib, saroyni oyoq osti qilyapti. Dorga olsing uni, o'zgalarga o'rnak bo'lsin. Ey saxovatli janob, menday bir banday mo'minga rahmingiz kelsin. Umrimni xazon qilmang. Hali yoshman, uylanmaganman. Na xotin va na zurriyotim bor. O'tinaman sizdan menga rahmingiz kelsin. Alloh dargohiga qabul qilmaydi men. Bo'pti, bu safar kechiraman. Evaziga barcha tarvuzlaringni podshohimizni qo'ylariga olib qolaman. Agar yana bir bor bu yerga kelsang, o'zingdan ko'r. Qani boshlaylik. Shuni 100 tillaga bitta tarvuz. Narxlar oshib ketgan olampanoh. Pulni umuman qadri qolmadi. Hosildorlik juda ham past olampanoh. Odamlar orasida muttahamgarchilik avj olgan. Iloj qancha? So'yinglar, mazasini ko'raylik. Maydonda cho'qqiroqlari yo'q ketaman deydi. Yetkazgani qo'ymayman. Yo'llariga bosib, dovda o'tgani qo'ymayman. Hey, yo'llariga bosib, To'g'ri-da, u quvonmay, ashula aytmay men aytayman. Bitta tarvuz 100 tilla tursa, fuqaro demak olsa, demak bunda pul ko'p ekan. Vazir a'zam, buyuramiz fuqarodan olinadigan salonni oshiring, lekin qanchaga? Qulog'im sizda.
26 asr ushbu rivoyat erksevar qalblarga baxsh etar hayrat. Kir ismli dunyoni zabt etgan podshoh Tomariz qalbiga yo'l topmas biroq. Massaget qavmidan bo'lgan bu ayol shoh Kirning aqlini qilgani jalol, ul zotning in'omin qildida inkor, bo'laylik dedi u do'st ila hamkor. Bahor fasli erdi, xalq edi shodon, kelajak balodan qilmasdi gumon. Navro'zni nishonlar ulus ushbu kun, yosh qari hayotdan edi ko'p mamnun. Olamga taralar sho'xchan kulgular, qalblarda barg yozar ezgu orzular. Lek hushyor baliqchi xuddi shu damda Tomariz qoshiga shoshar alamda. Bir yil burun yorsiz qolgan malika sodiq edi uni sevgan xalqiga. Quyosh ma'budiga sig'inardi u, bo'lsin deya massagetlar ozod hur. Malika sajdaga boshini egar, shu onda aytishar unga shum xabar. Nahot urush bo'lsa, ey qodir hayot, nahotki ko'klarga o'rlasa faryod. Ey forslar podshohi shuhrating kammi? Nahot mahv qilmoqchi bo'lsang olamni? Odamlar qonini to'kmoqqa axir, nechun jazmaylading forslar shohi Kir? Vale buni donib sant etmay shoh, qahr ila amr etdi, jang boshlang shu choh. Qadimiy utum bu, Massaget o'g'lon olis safar oldi tishlar kulchanon. O'g'lonlar non tishlar bir tishlam, ammo uning zamirida bir olam ma'no. Xavotir domida qoldi Tomariz, axir jangga kirar o'g'li Sparangiz. Tomariz kelini nochor shu damda yorini kuzatdi qayg'u alamda. Massaget yurtiga ayni tong chog'i yurishin boshladi beshafqat yog'i. Oyirla, faryod qil go'zal Tomariz, g'animlar qo'liga tushmish Sparangiz. Qonxo'r Kir qalbida kezar mudhish his, endi boshini egar qaysar Tomariz. Lek bukolmas botir boshini g'anim, Sparangiz hech qachon sotmas vatanim. Beadad g'am alam ila Tomariz, deya oldi faqat o'g'lim Sparangiz. Massagetlar yurtdi g'am ichra shu kun, malika dardidan oh chekdi mahzun. Yurt ahli alamda nolon to'lg'andi, sho'rlik ona tosh ma'budga yuzlandi. O muqaddas Mitra, qo'llagil haqni, o'zing asragil erksevar xalqni. Ey xalqim, gar ozod bo'lmoq istasang, tezroq otlan, seni kutar ulug' jang. Muzaffar bo'lmoqlik o'quv yoy ila mushkul, ishlatmoq kerak edi hiyla. Yovuz Kir qo'shini yana ot soldi, lekin massagetlar ko'zdan yo'qoldi. G'animlar bu holdan bo'lgancha hayron, kimsasiz sahroda boqar to'rt tomon. Massagetlar qani? Ko'rinmas nechun? Kimsasiz sahroda hech zot yo'q, beun. Forsiylar adashar,
hollari xarob, ularga ko'rinar go'yoki sarob. Tomariz qo'shini ko'rinardi goh, shu taxlid ko'zlardan yo'qolar nogah. Shoh Kirning boshidan uchadi hushi, tugab borar edi lashkarim kuchi. Nihoyat bir kuni tong otganida massagetlar turdi forslar qarshida. Ko'z o'ngida paydo bo'lgan manzara qonsiragan shohni soldi larzaga. Tongi shafaq uzra turar qilt etmay, Tomariz qo'shini jangga bo'lib shay. Nogah raqiblar jangga tashlandi. Janggohda beadad qirg'in boshlandi. Garchi fors lashkari bo'lsa-da ko'proq, holdan toygan edi bu qo'shin mutlaq. Yurt uchun, erk uchun ayollar hatto tayyorlar jonini qilmoqqa fido. Haqsizlik otiga minganlar uchun o'zga bir mamlakat erur misli tun. Lek yurtin asrashga otlangan o'g'lon janggohda muzaffar bo'lar begumon. Shu on midra qo'lladi Yovuz Xaqon, nayzaning sarbidan taslim qildi jon. Tomariz qilchin o'ynatgan zamon, g'animlar qo'rquvda qochdilar har yon. Haqdagi ushbu rivoyat xayrli so'ngiga yetdi nihoyat. Mana 26 asr bu doston tildan tilga ko'chib keladi hamon. Yaxshilar, tutingiz yodda bir umr, alqissa rivoyat mag'zi shu erur. Behuda to'kilgan har bir qatra qon xunun talab qilar bir kun begumon.
Tutijon, Ay, multfilm ham shunday bir multfilm edi. Judayam chiroyli multfilm edi. xo'p Tutijon, Nima? siz meni fikrimcha gaplaydingizmi yo qo'shiq o'qiydingizmi? Ikkovi. Ikkovi, o'sha gaplamoqingizni nima qo'shiqqa tabdil qildingiz, shunday emasmi? Ha, shunday. Xo'p, Shirintoy bolajonlar, bu esa ko'rsatuvimizni albatta 3-bo'limiga sizlarga bir chiroyli va o'zlaringiz sevgan multfilmni qo'yib berdik va bu multfilmni ham ko'rdik. Juda bir chiroyli multfilm edi. Va bu multfilmga Tutijon qanday ishlarni qilay, shunday emasmi? Voy, tani so'ramaydi. Shunday bir chiroyli multfilm edi. Aziz bolajon. Bo'ldi, Tutijon. Voy, 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 voy. Xo'p, Shirintoy bolajonlar, endi esa ko'rsatuvimizni eng oxirgi paytiga yetishib keldik va ko'rsatuvimizni oxirgi paytiga sizlarga nima bir necha kalima gapni aytib bermoqchiman. Xo'p, bu gaplarni yana ham bir martami, 2 marta aytdik, shunday emasmi Tutijon? Va bu gaplar ko'p, albatta nimaga muhim? Sizlarni sihatlaringizga muhim. O'sha uchun sizlarga bor men va Tutijon takror qilib aytamiz. Shirintoy bolajonlar, sizlarga bor aytganki, bizlar nima shirinlik yemaylar bozordan. Albatta bozorga ko'p narsalar sotiladi, shunday emasmi Tutijon? Bozorda narsalardan yemasa nimagaki? Uni nima ko'p baxusus shu bo'loni, mantu shunaqa narsalar nima bozorga bishirilib sotiladi. O'sha narsalardan Tutijon yemasalar nima uchunki mashinalar o'tadi, hamma narsa o'tadi va yo ham chang bilan yo to'rpoq bo'ladi, ularning ustilari ochiq, o'sha bo'loni bilan mantularning ustilari ochiq va o'sha to'rpoqlar nima qiladi? O'sha mantu yo bo'lonining ustiga albatta shu nima bo'ladi? Ikkovi mix bo'ladi va undan keyin nima bo'ladi? O'shani borib Shirintoy bolajonlar yesalar va xudoy naxosta kasal bo'ladilar. O'sha uchun o'sha narsani sizlar bozordan yegalaringizdan ko'ra nima qilinglar? Uyga onajonlaringizga aytinglar yo katta opajonlaringizga aytinglar, sizlarga pishirib beradi. Zarur emaski sizlar bozordan borib yesanglar. Nimaga uyga pok, albatta pok safo pishiradilar. Hamma narsani munazzam yuvib, hamma narsani pok qilib sizlarga narsa pishirib beradi. Va bozordagi kabi uncha pok emas Shirintoy bolajonlar. Uni kesanglar mikrob bilan birgalikda qo'shilgan. Xudoy naxosta sizlar o'shani yesanglar tasodifiy nima qilib bo'ladi? Kasal bo'lasizlar. O'sha uchun ko'p qiyin bo'ladi. Sizlarga o'sha uchun bor aytamanki, bozordan narsalarni yemanglar, ehtiyot qilib o'zlaringizni saqlanglar. Nimagaki shirinlik yemanglar, shirinlikda ham ko'p nuqsi bor va bu vaqtga havo ko'p ko'rgansizlar, havo sovuq bo'lgan, albatta yaxtay suv ko'p ichmanglar va yaxtay narsalarni yemanglar. Har doim issiq suvlarni ichinglar va issiq narsalarni kiyinglar va issiq joyga o'ltiringlar va ko'p tashqariga chiqmanglar. Rahmat sizlar. Aziz bolajonlar, eshitdingizlarmi? Ana shunday narsalarni bozorlardan yemanglar. Nima uchunki ularda ustiga to'rpoq o'ltiradi. Chivillab kelib, ustiga o'ltiradi, mikrobli bo'ladi. O'shani yemanglar, voy, dam, kasal bo'lasizlar sonra. Xo'p, Shirintoy bolajonlar, bu esa bugungi ko'rsatuvimizdagi sizlarga taqdim etdik. Umid qilamanki ko'rsatuvdan ko'rgan bo'lsanglar va bundan esa albatta biron gapdan yo biron darsdan bir kamgina pand olgan bo'lsanglar. Va ina ham kelasi ko'rsatuvgacha har birlaringizni Alloh taologa topshiraman. Arirga bo'lsanglar xursand bo'linglar va xayr bolajonlar. Xayr bolajonlar, men ham ketdim, janglar.